Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz input funksiyasi. Input funksiyasi bu kiritish kodni ma'lumotini olish, biror nimani ma'lumotini olish. Misol uchun shu kodni ishlatib ko'ramiz. Ismingizni kiriting deydi. Salom Asadbek, mana ismingizni kiriting. Ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladi u input. Salom Asadbek deb chiqardi. Clear. Qaytadan ishlatib ko'rsataman. Ismingizni kiriting. Asadbek. Salom Asadbek deb chiqardi. Keyingisi muhim input har doim string qaytaradi. Har doim input string qaytaradi. Shunday qilib string qaytaradi. Hozir shu kodni ham ishlatib ko'rsataman. Bu kodlarni oldindan tayyorlab qo'yganman. Vaqt ketmasligi uchun. Yoshingizni kiriting deydi. 20. Class string. Mana. Kodda ham уже class nomini ester deb chiqarib beryapti. Yoshingizni string, ya'ni yozuv, matn ko'rinishida kiriting deydi. Qaytadan run qilamiz. Clear. Run qilamiz. Yoshingizni kiriting. 20 yosh. Bu tipini aniqlab beradi ekan, type'ini, qanday turdagi ekanligini. Class ester. Tushundingizlar deb o'ylayman. Son kiritish. Son kiritish. Yoshingiz 20. 21. Nimaga 21 desangizlar, yosh plus 1 deb chiqardi. Printda. O'shaning hisobiga 21 deb chiqarib berdi bizlar. Flat narx. Misol uchun 12,5 ming. Bunaqa bo'ladi-ku. Narx 12,500, 300 yoki 24.6. 2 ga ko'paytirgani uchun shunaqa narx chiqdi. Bir nechta qiymatni kiritish. Bu kodni ko'rib chiqamiz. Dastur kodini. Ikki son kiriting deydi. 12, 21. 12, 21. Bu ustun ko'rinishda chiqarib berdi. Nimaga ustun ko'rinishda desangizlar, ikkita print bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi. A va B yozilganda уже variable'da mana A ni ester deb turibdi, string tipi deb turibdi. Biz raqam kiritdik, lekin bu tomonda type'ini ester deyapti. String tipiga kiradi deyapti. Keyingisi split. Split nima qiladi? Split bu joyda map int input 2 sonni kiriting split. Shu kodni nima qilib beradi split degan ma'nosini
hozir bu joyda ko'rsatib o'tganman-da. Hozir kodni ishlatamiz. Biz kiritgan sonlar 10, 20, 30 orasida hech qanday bitta probel bor, lekin bu joyda javobda bizga ester ko'rinishida, list ko'rinishida chiqarib berdi. Lekin baribir type'ini so'rasak bizdan ester deb chiqarib beradi baribir. Nimaga deganda bu hozir ko'ramiz. Type is bizga kerak. Ishlatamiz. Tozalab olamiz. Class ester deb chiqarib berdi. Tushundingizlar deb o'ylayman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Topshiriqlarni bajarib qo'yasizlar. Shunga o'xshash bitta ikkita kodlarni yozib, darsni mustahkamlab o'rganib qo'yasizlar.